Xo'p, menimcha shu uy bo'lishi kerak. Tralalelo tralalani uyi. Yo, Akulabek, ya'ni tralalelo tralala. Qanday, birodar? Xullas, men sana uyini obzor qilishga keldim va sana uyini obzor qilishga men o'ylashimcha berib turasan, chunki yozgandek. Так, barchaga salom bo'ldi. Sizlar kamina kamtarim man Nightboyjon obunachilar. Bugungi yangi video roligimizga xush kelibsizlar obunachilar. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib tashlash esingizdan chiqmasin. Bugungi video roligimizda mana orqamizda turgan tralalalarni uyiga keldik va bu uyni obzor qilib o'tamiz. Qanday video boshlashdan oldin videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib tashlash esingizdan chiqmasin. Xo'p. Ma'lumda Akulabek, ya'ni tralala men uyini obzor qilishga ketdim. Sen rozisan, bilaman. Chunki sen bilan gaplashamiz-ku. Xo'p, mayli, tak. Bu yerda oshxona. Okey. O, garaji bor ekan. Davaydi garajdan ko'rib chiqaylik. Wow, garaji qani? Eshigini bosaylik, knopkasini. O, ochilyapti mana qani? Wow, такой легкий ekan. Menga yoqdi. Xo'p, endi unga bo'lishi mumkin emas. Xo'p, endi bu yerda benzin 100%. Hali ishlatilmagan ekan. Bu nima? Ta'mirlashga narsalar ekan. Bu yerda mashina ko'taradigan narsa, bu yerda yana bochkada. Xo'p, mayli. Bu yerda bo'lsa tralalani yotoqxonasi. Xo'p, bu yerda kravat, bu yerda bo'lsa televizor ko'rib o'tirar ekan. Qani televizor ishlaymi? Yo, menimcha USB kabel yana bir ikkitasi bilan ulamagan shekilli. Mayli. Necha. Xo'p, mayli. Tak, orqa tarafida bu yerda oshxona bor ekan. Xolodilnik. Qani. O, yaxshi. Yana javonda ovqatga javon. Oshxona idish tovoliga javon va xullas hammasida hech nima yo'q. Menimcha endi ko'chib kelganicha hali hech nimani joylashtirishga ulgurmagan. Gaz plita, xo'p, mayli. Bu yerda bo'lsa kompyuter, 3 tali monitor, wow. Ichida bo'lsa o'zbek brain rotlarga ideyalar bor ekan. Mana masalan Magic Sitto, Diablo Bandito, Mahirino Gelikino. Oy. Tak. Bu protsessor gap yo'q ekan. Hamma narsasi ko'kdan ekan. Mayli, Golboy tushunadi. Xo'p, endi gamer kreslosini sindirib qo'ydi. Mayli, uni puli ko'p. Hamga donatlar ham kelib turadi. O'zi tuzatib oladi. Necha? Xo'p, mayli, endi hozir yo'qda yana nimasini obzor qilsa bo'ladi. Mana kravati, yotoqxonasi mana takoy lehkий mazza qilib uxlasa bo'lar ekan. Lekin qaningda ulamagan mana kabellarni. O'shani ulash kerak-da, ulash. O, mana gaz plitalar va mana yana garajga qaytamiz. Bir ikkita narsasini obzorsiz qolib ketgan edi. Mana bu yerda, mana bu narsasini ko'rmayman. Qani? Kabel cho'ti qizil bot. Bu demak bu simini ham cheklov bor ekanda o'zini. Tushundim. Qani hozir uzilib ketadi. Ana men nima dedim? Xo'p, mayli, hozir garaj eshigini yopib qo'yamiz. O, nima yopilmayapti? Endi yopilsa kerak. Mayli-da, mana necha mayl yopildi. Menimcha o'yin normalniy hamma narsasi protsessorga qaytsa, protsessori Core i7 11-pokoleniya, RAM 16, SSD 512 ga bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mayli. Yopib qo'yamiz eshigini. Xo'p, mayli, tralala, men sen uyini obzor qilib oldim. Mayli, gaplashamiz, charchama. Sen obzorga uyini berib turganing uchun senga ham kattakon rahmat va videoni Nightboy YouTube kanalida ko'rishing mumkin. Va bu Nightboy. Xo'p, mayli obunachilar, endi bo'lsa xayrlashadigan vaqt ham kelib qoldi. Ya'ni bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi obunachilar. Video ko'rganmisizlar, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi videolarda qaysi brain rot topib chiqishi tilab qolasizlar, ya'ni so'rab qolasizlar, shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Ya'ni obunachilar, qaysi, men sizlarga tushuntiraman, qaysi anu brain rotlarni olib chiqilgan, masalan, tun sahur yoki balerina cappuccino o'shalarga o'xshaganlar. Mayli obunachilar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha bye. Xo'p, mayli, nima qilib qo'yishim kerak? Bunaqasiga qo'yilardi-yu.